xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlarimizga xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar. Hamisha hamma vaqt bo'llar demoqchimiz. Assalomu alaykum do'st yo'g'onlar, sevgisi jo'sh urgan qalbi tug'yonlar. Yaxshi tilak bilan tuzib dasturxon, xush kelibsiz deb sizlarga kelgan mezbon. Assalomu alaykum hurmatli uzoqdan va yaqindan kelgan aziz muhtaram va muhtarama mehmonlar. Assalomu alaykum qalbi daryo, mehrgo'yo. Bodil aziz, jonlar aziz, munis bo'jonlar va onaxonlar. Assalomu alaykum, mana shu to'yimizda bosh qosh bo'lib turgan otaxonlar va akajonlar. Aziz mehmonlar, mana bugun Allayarxlar xonadonida katta to'y va katta tantana. Mana shu tantanamizning sababkori bo'lmish. Mana shu xonadonning sevimli farzandi Kuyovdira Bobomurod bilan uning umrlik yon yo'ldoshi bo'layotgan kelinimiz Gulnozoylarning bugun baxt kechasi, nikoh kechasi. Avvalambor mana shu yerga yig'ilgan mehmonlarimiz nomidan, san'atkorlarimiz nomidan mana shu alvoniy kashonada kelishib o'tirgan kelin-kuyovlarni bugungi baxt kechasi bilan chin qalbimizdan muborakbod etmoqchimiz. Sizlarga uzoq umr, sihat salomatlik, biringiz oy bo'lsangiz, biringiz quyosh bo'lib, aylanangizda esa yulduzlar ko'payversin demoqchimiz. So'z navbatini mana shu davramizning ham mehmoni, ham mezboni Xudoynazar tog'asini mikrofonga taklif etsa, keling tog'asi, so'z navbat sizga. Keling, mana bugungi ajoyib kechamizni bir gurlatib ochib bersangiz, shu yoshlarimizga bo'lgan ezgu niyatlaringizni birinchi bora bildirsangiz. Keling tog'asi. Assalomu alaykum uzoqdan kelgan mehmonlar. Bugun xushbar jiyanimiz uylanyapti. Ularga uzoq sog'-salomat tilayman. Jiyanlarim uchun to'ylarga kelib nasib bo'lsa, shunday to'ylar hammaga muyassar etsin. To'yimiz ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat sizga tog'ajonim, ko'p yashang, Ilohi aytganingiz kelsin. Sizga, oilangizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Oltin asrimizda to'y qilgan yoshlar, bugungi baxt degan to'ylar muborak. Musulmonning bayrami to'y bo'lgan kunlar, zavq urgan yurakdan o'ylar muborak. Aziz mehmonlar, mana kechamizni ham ochiq deb e'lon qildilar. Demak, mehmonlarimizdan iltimos bir qarsaylar bo'lsin. Baba Murodjon, kelinimizning bir oy yuzlarini ochib qo'ysangiz. Bir qarsaylar bo'lsin. Demek sizlarga o'tirishlaringizga ijozat beramiz, marhamat o'tiringizlar. Har bir joyda azizlar mehmoni mezbonlar juda munosib. Yaxshi niyat bilan yozgan dasturxon qadam yetganlarga balo yetmasin. Hurmatli aziz mehmonlar, sizlarni dasturxonimizga taklif etib, asta-sekin so'zlarni qo'shib bermoqchimiz.
ko'nglim egasi yuragim nolasi senla birga bo'lsa qalbim malikasi men seni baxtli qilaman o'zim azizam ko'zing ko'rsin nurlagan olsin hamisha sevgilim bir umr yoningda bo'lay endi o'zim seni baxtiyor ko'rsin ko'zim yillar o'tib ketsa ham farishtam o'shasan bir umr hayotimda bo'lgin yodimda birga birga moviy muncha ko'zlaringda sevgimizni aksi bor qayg'u alamlar bizlardan o'tib ketsin yiroq salom sevgim g'unchasi ko'nglim egasi yuragim nolasi senla birga bo'lsa qalbim malikasi men seni baxtli qilaman o'zim azizam ko'zing ko'rsin nurlarga to'lsin hamisha sevgilim bir umr yoningda bo'lay endi o'zim seni baxtiyor ko'rsin ko'zim salom sevgim bunchasi ko'nglim egasi yuragim nolasi senla birga bo'lsa qalbim malikasi men seni baxtli qilarman o'zim azizam ko'zing ko'rsin nurlarga to'lsin hamisha sevgilim bir umr yoningda bo'lay endi o'zim seni baxtiyor ko'rsin ko'zim Sevgi muhabbetin şarabıdır gün gözümden ortaya yarım azizim hadi ya ettim kara günlerimden onu
video.